2017-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomobili 1.5 motordan jihozlangan. 2017-yil yili ham yaxshi. Balon holatlari to'rttalasi ham zo'r. 1 oygacha, 1,5 oygacha generallarimiz beramiz deb chotdi. Bunaqa ko'p muddatga berish olmas ekan. Kraskasi, mana kirlovda ko'rdim, kapotida ko'rdim, eshigida ko'rdim. Puliga yarasha mashina, xudo xolisa. Mana kirlovsida ham bo'lib qolishi mumkin, kraskasi bo'lmasligi ham mumkin. O'zingiz uchun tepasida kelib ko'rganingiz ma'qul. Bunaqa qarab o'tirishga vaqt ham yo'q o'zi kraskalarni. 300 ming atrofida yurgan. Gazi bor, salon holati yaxshi. Bunaqa chiroyli balliq qilib qo'yishdi. Приятный holatda turibdi mashina. Kondisionerlarga turibdi. Ishlayaptimi, ishlamayaptimi bilmayman unisini kondisionerini. 2017 berkalarigacha butun holatda, zazorlarigacha hammasi yaxshi turibdi. Orqalariga farlar qo'yib qo'yishgan. Xo'p. Aytgandek, mashinani holati normalniy. Puliga yarasha, xudo xolisa ozgina bir qism yo'q-yo'q qilib yuborsanglar, yaxshi chiroyli holatga keladi. Olib maza qilib haydashinglar uchun mashinasilarga 4000 brizga beramiz. Bosib olinglar. Gazlargacha bor ekan propan.